Demak, hozirgi qilingan analizni ko'rib chiqamiz. Telegram kanalimga tashlangan analiz bo'yicha u vaqt oralig'ida ishlash edi. Например, bozor направлениясini asosan qayerda range'da qolgan hududlarda yoki trend восходящий bo'lgan hududlarda haftaning определенный belgilangan kunini analiz qilgan holatda oddiy grafikdan направление topib olish. Bu qanday bo'ladi? Birinchi 1 soatlik time frame ga qo'yib olamiz, periodda ajratib olamiz va oldingi bugun, например, seshanba, bugun narx qanaqa o'zini tutadi? Shuni ko'rib olish uchun o'rtacha bir xilligini topib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bizda 2-dekabr va 25-noyabr kunlari oldingi ikkita seshanba hisoblanadi. Demak, men birinchi qiladigan ishim oldingi seshanbaning oxirgi qoldirib ketgan maksimumini belgilab olaman va bunisi seshanbaning minimumiga qarab tortaman. Trend qanaqa bo'lsa, восходящий bo'lsa, o'zi bu yerda breakout bo'lib buzib razvorot qilgan-ku, hududni belgilab olganimdan keyin o'sha kunning keyingi kunidagi oxirgi qoldirgan maksimumga, ya'ni chorshanba kuni o'tib ketdim mana. Qo'yib qo'yaman, menda вероятный zonalar paydo bo'ldi. Ya'ni seshanbaga kerak bo'lgan вероятный zonalar, ya'ni buy zonalar paydo bo'ldi. Endi sizni qiladigan maqsadingiz nima bo'ladi? O'rtacha o'sha seshanbaning, birinchi seshanbaning minimumdan maksimumgacha yurgan nuqtasi qancha bo'lgan edi? Mana shuncha bo'lgan edi, mana ko'rdingiz. 1:1 соотношение oldingiz. Keyingisicha, например, keyingi ikkinchidagi seshanbaning razvorot hosil qilgandan keyin bitta maksimumi mana bu narsani hosil qilib beryapti. Oxirgi maksimum bu. Shu uchun shuni olyapman, ko'ryapsizlar mana. Maksimum hosil qilyapti, yana xuddi shu nuqta. Va bizda определенный holatda qanaqadir signal bersa, siz tasdiq topsangiz, 370-400 punktlik g'oya bo'lyapti. Bu uslubni har bir kunning o'zini определенный kuniga ishlatsangiz, men bu texnikani hozircha qisqacha tushuntirdim. Buni bitta katta mavzu qilib beraman YouTube kanalimda. Ishlatsangiz, akkuratni bozor направлениясini topib olsangiz bo'ladi. Demak, bu yerga reaksiya olgan hududga davomini qaranglar qanday bo'lyapti. Kunning определенный ertalabki aziyatski sessiya vaqtida reaksiya oldi pastdan deylik, например, MetaTraderning vaqti bilan 8:00 da desangiz, bu ham xuddi shunday 7-8:00 da. Demak, bizda konsepsiya qanday bo'ladi? Narx xuddi shu nuqtada o'sgan, bu ham xuddi shu nuqtada o'syapti va bizda xuddi shu holatdan keyin atkat, qisqacha atkat, qanday atkat? Mana shunaqa atkat, mana o'sha atkatdan reaksiya olyapti va keyin holat topgan holatda keyingi направление, mana направление qanday bo'lyapti? Ushbu направление deysiz. Klassik holat. Ya'ni qaysi hududda? Mana bu hududda biza уровеньda направление topishimiz kerak bo'ladi yana. Ya'ni hozir sразу qaytib beryapti. Buni ne обязательно bu yerdan reaksiya olishi, mana shu yerda o'zidan ham reaksiya olishi mumkin. 1:1 соотношение bilan o'sha 1:1 o'xshashlik bilan соотношение emas, endi noto'g'ri fikrni o'qimanglar. Ishlab olsanglar bo'ladi. Demak, qisqacha tushuncha bu.